Ana bugün bizi yangi uyimizga mehmonjonlar kelishdi. Mana uyim to'ldirib o'tiribdi. Rosa xursand bo'ldim. Xush kelibsizlar. Uylar quruq bo'lsin, haqiqatdan chiroyli chiqdi. Zo'r fayzli xonadonlar bo'libdi. To'ylar bo'lsin, Xudo xolasa shu uylarda to'ylarga kelib xizmat qilish nasib qilsin. Endi Fotima opamiz bizga juda ham qadrdon opamiz, onamizdek bo'lib qolganlar, ham bizga nima yaqin do'st, qadrdon bo'lib qolganlar. Juda yaxshi ko'ramiz, juda iste'dodli, juda ham talantli ayollardan mazza qilib ishlaymiz to'g'risi. Har bitta roliklarda mazza qilib ishlaymiz. Fotima opa arzimagan bir sovg'amiz bor edi. Uyga biz to'yini qilib endi kichkina bo'lsa bitta xaladaniga olgandik. Hozir yo'lda kelyapti lekin u. Dastlabki mashina kelyapti, akamga nomer berib oladi. Keyin Fotima opa sizni yoningizda ko'p yurardik, niyat qilib yurardik shu nima deydi? O'sha bitta niyat qilib yurardik, uni hozir ochmayman-da. Oxirida aytaman. Bir do'stimiz bor. U do'stimiz ham sizni yaxshi ko'radi, uning ham ismi Bobur. O'zi hozir kela olmadi ayrim sabablarga ko'ra. Uning ham bir adagan kichkina sovg'asi bor ekan. Sizga Xudo xolasa mana umraga. Qaysi Bobur? Namangandagi Bobur. Namangandagi, ha. Taba. Hozir o'zi yo'lda kelyapti. Tabriklaymiz. Bu ham eshitib yuruvdi, shu Fotima opa shu maytdan haqiqatdan shu niyat qilib yuruvdilar. Yaqin kunlarda shu borgisi kelib niyat qilib yuruvdilar dedimda, bo'lmasam shunday sovg'a qilay deb aytdi. Bu mana shu yangi uylaringizga shu xaladliklarni qo'yib mazza qilib ishlating. Hali nima deydi? Ko'p kelamiz bu uyga. Har kelganimizda Xudo xolasa yaxshi sovg'alar bilan, yaxshi kayfiyatlar bilan kelish nasib qilsin. Vaqtimizga sog' salomat bo'ling. Oilangiz baxtiga doim sog' salomat bo'ling, opajon. Muxlislaringiz baxtiga sog' salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat hammaga xush kelibsizlar. Sanasini Xudo xolasa o'zingizning sharoitingizga qarab aytsangiz, biz olib beramiz. Uje olingan, to'langan. Yanvarda ismi, dekabrda ismi. Aytasiz ketdingiz. Dekabrda ish ko'p deyapman. Dekabrda ish. Dekabrda Xudo xolasa sizlarga ham yangilikdir, balkim eshitgandirsizlar. 12-da Amerikaga ketyapmiz. Yo'qmi? 10 kunga. Gap yo'q. Endi men suhbatdan o'ta olmay qoldim, bu bola hali borganimiz yo'q. Endi boramiz. 7 kishi o'tdi. 3 kishi qoldik. Qani 3 kishi deb so'rabdi. Значит, biz ham o'tamiz, Xudo xolasa. 10 kun shu yoqdamiz. Olma berib yuboring nima deysiz? Bunda qaytarib olamiz. Mahmudjon. Sohib opamiz, Fotima opa sizlarga endi mashhur Sohib opa bo'lib obraz bilan tanilgan. Gollivud kinolarida ko'rasizlar. Birgalikda bo'lsin. Rahmat, yaxshi kelibsizlar. Olinglar, osh zo'r bo'libdi lekin, ha? Ochib qo'y. Ochib qo'y. Pomidor olib kelmayapsiz deyaptilar. Pomidor yetishmabdi. Pomidor. 7 tagina pomidor yetishmabdi. Rahmat. Bobirjonga ham Bobur rahmat. aka bir telefon gaplashmoqchi o'zingiz bilan. Aha. O'zi gaplashing. Voy, yomon, skipdan ochib qo'ysang.